Sizlar bilan mana endi ko'ksomsa tayyorlayapmiz. Bu xamirimizni tayyorlab qo'ydik. Oldinroq ichiga ozgina yog' solib xamir qorib qo'yamiz, yumshoqroq qilib. Endi uni yoyib, bu yupqa somsa, qovoq somsa qilsangiz ham bo'ladi. Keyin o'zingiz xohishingiz nachinkasini, go'shtli qilasizmi, qiymali qilasizmi? Bu juda ham yog'sizgina bo'lib, iftorliklarda juda ham yaxshi tanovul qilib yesa bo'ladi. Xamirimiz mana shunaqa yupqalikda bo'ladi va shu yupqaligida kesib, uni nachinkalarni solib tugib olamiz. Mana ko'ksamsamizga ko'katlarimizni to'g'rab oldik. Tuzlarini solib, namaklarini va ozgina yog' bilan mijg'ilab, endi xamirni yupqa yoygan xamirlarimizga taqsimlab joylab chiqamiz va tugib bularni ham gaz pechida pishirib olamiz. 1 minutda birpasda qizarib, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Ko'proq solsak mazali va to'yimli va bilasizlar, hozir bahor oyi juda ham bu vitaminlarga boy ko'katlar hisoblanadi. Nima deyman? Ko'ksamsalarimizni tugishni boshladik.